Inson umrining qaysi pallasida bo'lmasin, qalbida vatan degan buyuk tuyg'u tark etmaydi. Ayniqsa yillar o'tgan sayin tug'ilib o'sgan yurt, bolalik xotiralari, ota-bobolar merosi va ona tilining qadri yanada teranroq anglanadi. Chunki vatan bu shunchaki tug'ilgan maskan emas, balki insonning ildizi, xotiralari va ma'naviy tayanchidir. Bugungi yangi O'zbekistonda dunyoning turli mamlakatlarida istiqomat qilayotgan vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlash, ularning tarixiy vatani bilan ma'naviy rishtalarini yanada kuchaytirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ana shu ezgu maqsadlarni ro'yobga chiqarayotgan loyihalardan biri Vatandoshlar jamoat fondining Chinor loyihasidir. Joriy yilning iyun oyi davomida Toshkent shahrida mazkur loyihaning 2026-yilgi 1-mavsumining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda Turkiya, Tailand, Koreya Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondan tashrif buyurgan 73 nafar vatandoshlar, Nuroniy jamg'armasi faollari, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zolari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Çınar layihəsinin davetindən çok xursand oldum. Özbekistan'a məni ilk mətdə gelişim. Bunun için heyecanım var, söyüncüm var, kıvanç duyaman. Marosim doirasida 2025-yilgi loyiha ishtirokchilarining hayotiy hikoyalari, yurt haqidagi samimiy taassurotlari va xotiralari jamlangan muazzam Chinor kitobi ham keng jamoatchilikka taqdim etildi. Bir haftaga mo'ljallangan dastur davomida ishtirokchilar mamlakatimizning boy tarixi va ma'naviy merosi bilan yaqindan tanishdilar. Ular Islom sivilizatsiyasi markazi, Temuriylar tarixi davlat muzeyi, Shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi hamda Abdulla Qodiriy uy muzeyiga tashrif buyurishdi. Shuningdek, tibbiy ko'rikdan o'tish, ijodkorlar bilan muloqot qilish, G'alaba bog'i, Shon sharaf muzeyi va millat fidoyilari monumenti bilan tanishish, Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat akademik musikali teatrida spektakl tomosha qilish ham dasturdan o'rin olgan edi. Kitobda o'qigan, televizorda ko'rgan boshqa, o'z ko'zimizdan ko'rgan narsa bu hali odamning qalbida, yuragida qoladigan nima bo'lar ekanda bu? Hamisha bu umrbod qoladigan. Buni endi biz borib bu yerda o'zimizning yurtimizga, o'zimizning vatandoshlarimizga, mana bizni vatandoshlar O'zbekistondagilar chaqirib, bizni mana qilib mehmon qilib, O'zbekiston tarixi bilan tanishtirdi deb aytamiz. Bu narsa odamning qalbida, yuragida umrbod qoladi. Chinor loyihasi vatandan vatanga kelayotgan mana shu yerdagi ko'plab vatandoshlarimizni birlashtirayotgan shunaqangi bir platformaga aylandi deb o'ylayman va men niyat qilaman va bu vatandoshlar fondiga ushbu chinorlar hech qachon to'xtab qolmasligini va bundan keyinda yanada rivojlanib kelayotgan taklif qilinadigan mehmonlarni soni yanada ko'proq oshib, mana shu chet eldagi vatandoshlar bir-biri bilan doimiy muloqotda bo'lib, mana shu o'zimizni madaniyatimizni, qadriyatimizni, vatanga bo'lgan mehr-muhabbatni yanada oshirib boramiz degan umiddamiz. Loyiha Samarqand viloyatida ham davom etdi. Vatandoshlar Imom Ali Buxoriy majmuasidan tortib Samarqand shahrining eng diqqatga sazovor ziyoratgohlarida viloyat nuroniylari bilan birgalikda uchrashdilar. Tadbirlar davomida so'zga chiqqanlar vatandoshlarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar, ularning jamiyat hayotidagi o'rni va tarixiy vatani bilan aloqalarini yanada mustahkamlash masalalariga alohida to'xtaldilar. Nuroniy vatandoshlar juda ham shod bo'lishdi. Marosimlar davomida aslida insonni vatanga bog'lab turadigan eng mustahkam rishta bu xotira, mehr va sadoqat ekanligi, yillar, masofalar, hatto chegaralar ham bu tuyg'uni so'ndira olmagani haqida bot-bot takrorlandi. Men o'zim Farg'onalikman, lekin 50 yildan ortiq mana Chimkentda yashayapman, Qozog'istonda. Birinchi marta qatnashyapman, birinchi marta shu loyiha bo'yicha qatnashyapman. Lekin hamma qilinayotgan ishlarga ming rahmat. Bizni shunda hurmat qilib, hammasidan xursandmiz. Vatanimizning yaxshi qadimiy joylarini, tarixini yana qayta esimizga solishyapti. Mana bugun mana Amir Temur muzeyida turibmiz. Bu muzeyda ham juda ko'p taassurotlarni oldik. Ota-bobolarimizni, qadimgi ajdodlarimizni qanday yashagan, qanday kurashgan sog'liq uchun, qanday kurashgan o'z vatani uchun, shularni hammasini hozir esga soldi.
Chinor loyihasi ana shu mehr rishtalarini yanada mustahkamlab, xorijda istiqomat qilayotgan katta yoshdagi vatandoshlarning tarixiy vatan bilan aloqalarini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Zero milliy qadriyatlarni asrab avaylash va ularni kelajak avlodga yetkazishda nuroniy avlodning o'rni beqiyosdir. Joriy yil davomida loyihaning navbatdagi mavsumini ham o'tkazish rejalashtirilgan.